O'tgan oyi korxonangiz qancha sof foyda daromad ko'rdi? Shu savolga javob bera olasizmi? Aylanma emas, qancha sof foyda daromad ko'rganligini. Juda ham ko'p tadbirkorlar ushbu savolga javob berisha olmaydi va shu sababdan ushbu videoda men sizga bitta tizimni ko'rsataman. Atigi kuniga 5 daqiqa vaqt sarflash orqali shu hisobotlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Ushbu ko'rib turgan faylingiz oddiygina jadval emas. Bu yerda cash flow panel va balans hisobotlari tayyorlangan. Butun dunyoda deyarli barcha korxonalar umumiy moliyasini hisoblash uchun xuddi shu hisobotlardan foydalanishadi va bularni tayyorlash uchun men bitta fayl tayyorladim va barcha hisobotlarni ushbu faylga joylashtirdim. Keling endi ushbu Google Sheets faylimiz orqali qanday qilib shu hisobotlarni ko'rishimiz mumkin tushuntirib o'taman. Google Sheets bu Excel'da onlayn ishlaydigan varianti. Xo'p, eng asosiy hisobotlarimizdan biri bu qoldig'imiz. Hisobimizda hozir qancha qoldiq qoldi. Va mana chap tomonda qaysi hisobimizda qancha pul qolganligini ham aniq ko'rib tura olamiz. Va bu yerda har bitta oy oxirida qancha pul orttirganimizni ham ko'rishimiz mumkin va bu do'stlar balans hisoboti hisoblanadi. Pastroqqa tushamiz va shu orqali biz ko'rishimiz mumkin qaysi oyda, misol uchun mart oyini belgilasak, qancha kirim bo'ldi, qancha chiqim bo'ldi va qancha sof foyda bo'ldi, bularni ko'rib tura olamiz. Pastroqqa tushamiz va mana shu kirim chiqimlarimizni kategoriyalar bo'yicha ham nazorat qila olamiz. Masalan, sotuv bo'yicha bizda eng katta kirim bo'lgan ekan 88% kirim, qolgan kirim manbalarini ham ko'rishimiz mumkin. Chiqimlarni ko'ra olamiz. Mana eng katta chiqimimiz bu xomashyo bo'lgan, maoshimiz 15% va qolgan xarajatlar. Va agar bu ma'lumot yetarli bo'lmasa, siz podkategoriya belgilaysiz bu yerdan va sizga yana ham chuqurroq ma'lumotlarni bu yer ko'rsatib beradi. Misol uchun boya kirimda sotuv bo'lgan ekan, qaysi mahsulotimiz qancha sotib bo'lganligini aniq ko'rishimiz mumkin. Pastroqqa tushamiz va menga eng yoqadigan hisobotlar bu har bitta oy uchun qancha kirim bo'ldi, qancha chiqim bo'ldi, buni ko'ra olamiz. Bu yerda chiqimni yoqib qo'yishimiz mumkin va mana nazorat qila olamiz. Yanvar oyi uchun qancha kirim chiqim bo'ldi, fevral, mart oyi uchun va aprel oyi uchun. Va shunday qilib biz analiz qilishimiz mumkin. Nima sababdan mart oyi uchun shuncha kirim bo'ldi va bunga qaramasdan bizning foydamiz unchalik yuqori bo'lgani yo'q. Yanvar oyida kirimimiz kamroq edi va xarajatimiz ham kamroq bo'lgan ekan. Agar bu ma'lumotlar sizga yetarli bo'lmasa, yana pastroqqa tushimizda har bitta kategoriya bo'yicha oylik hisobotni ko'rishimiz mumkin. Masalan, bu yerdan biz o'zimizga kerakli mahsulot belgilashimiz mumkin. 30 mmlik Pinops mahsuloti. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin har bitta oy uchun qancha kirim bo'lganligi haqida ma'lumotlarni. Va mana shu kategoriyamiz yillik ko'rsatkichning nech foizini tashkil qilishligini. Va bu do'stlar cash flow orqali har bir oy uchun qancha kirim bo'ldi korxonangizga, qancha chiqim bo'ldi, bularni ko'rsatib turadi. Va bu pul aylanmasini ko'rsatadi. Yana bitta hisobotimiz bor va bu panel sof foydani hisoblaydigan. Sizda shunaqa holatlar bo'ladi. Mart oyida siz keyingi oy uchun oyliklarni tarqatyapsiz, avans beryapsiz. Bu degani siz mart oyi uchun xarajat qilmayapsiz. Siz aprel oyi uchun xarajat qilyapsiz. Va bu narsani cash flow ko'rsatib bera olmaydi va bu narsani ko'rsatish uchun biz paneldan foydalanamiz. Va bu narsa bizga nima kerak? Qaysi oy qanchalik foydali bo'lganligini hisoblashimiz uchun. Va buning uchun alohida yana dashbord tayyorlaganman. Bu ham xuddi shunaqa ko'rsatkichlar ko'rsatiladi, lekin birozgina boshqacha natijalar bilan ko'rsatiladi. Endi esa o'ylashingiz mumkin, bu jadvallarni to'ldirishga juda ham ko'p vaqt ketadi. Lekin unday emas do'stlar, kuniga 5 daqiqa vaqt sarflaysiz va bu hisobotlar tayyor bo'ladi. Va misol tariqasida keling, men sizga yangi ma'lumotni kiritib, buni ko'rsatib beraman. Misol uchun sizda bugun chiqim bo'ldi, kredit uchun 10 million so'm pul berordingiz. Buning uchun bugungi sanani kiritamiz. Mana 6-aprel. Va kreditni biz o'tgan oy uchun to'lashimiz mumkin yoki mana aprel oyida kreditni to'lashimiz mumkin. Shuning uchun bu oyda tanlashimiz kerak. Keyin esa bu yerga kreditni topishimiz birozgina noqulay bo'lishi mumkin ushbu ro'yxatdan. Shuning uchun kredit so'zini yozamiz va avtomatik holatda bizga kerakli bo'lgan ma'lumot chiqadi. Kreditni yozdik va yana aytib o'tishim kerak, ushbu ro'yxatni biz o'zimiz sozlamalarda to'g'rilab chiqamiz. Buni hozir o'zim uchun to'g'rilaganman. Keyinchalik o'zingiz uchun 15 minut, yarim soat orqali barcha shablonni tayyorlab bugunoq ishga tushirishingiz mumkin. Endi esa kreditni hisob raqamidan to'ladik. Pinops N bu. Bizning hisobimizda 548 million so'm pul bo'lgan ekan va keling 48 million so'm to'lov qilamiz. Juda ham yaxshi va hisobimizda 500 million so'm
qoldi. Bo'ldi, ishimiz tayyor. Har kuni shunaqa ma'lumotlarni birma-bir kiritib chiqsangiz bo'ldi. Hattoki 5 minutdan ko'p korxonalar uchun ko'p, bir haftada 10 minutdan vaqt sarflashingiz mumkin. Endi bizda yangi hisobotlar ham tayyor bo'ladi. Cash flow kun, har kunlik kirim-chiqimlarni nazorat qilishimiz mumkin. Masalan, bu yerda barcha hisobotlarni belgilaymiz, barcha hisoblarni va keling barchasini tushuntirib o'taman. Aprel oyining boshida barcha hisoblarimizda 1 milliard 161 million so'm pul bo'lgan ekan va aprelda oxirida mana shunaqa pulimiz bor. Shuncha kirim bo'ldi, shuncha chiqim bo'ldi va shuncha sof foyda bo'ldi. Va bundan tashqari biz har kunlik ko'rsatkichlarni ko'rib borishimiz mumkin. 1-aprel kuni nima bo'ldi, 2-aprel kuni, 3, 4 va 6-aprelni ko'radigan bo'lsak, 48 million so'm chiqim qilganmiz, chunki kreditga to'lavordik va 48 million so'm biz minusda ekanmiz. Va bu 500 ming so'mga e'tibor bermang, keling buni o'chirib turaman, keyinroq bu narsani tushuntirib o'taman. Bu ham juda ham muhim bo'lgan narsalardan biri. Agar xohlasangiz, bu yerda faqatgina umumiy natijalardan tashqari, bu yerda nima uchun xarajat qilganingizni ham ko'rishingiz mumkin. Masalan, mana 6-sana kuni biz 48 million so'm kredit uchun to'lov qildik. Mana 48 million so'm kredit uchun to'lov qilganimizni ko'rishimiz mumkin. Va shunday qilib biz kirimni ham, chiqimni ham hammasini nazorat qila olamiz. Bu juda ham muhim narsa. Chunki agar siz boshliq bo'lsangiz va korxonangizda kassada siz o'tirmaydigan bo'lsangiz, misol uchun naqd pulni boshqarishingiz kerak. Va naqd pul har kuni qancha kirim chiqim bo'layotganligini ko'rib turishingiz kerak. Va buning uchun naqd pulni belgilaysizda, naqd pulda nima bo'layotganligini ko'ra olasiz. Mana 5-aprel kuni 138 million so'm kassada pul bo'lgan va 144 million so'mga bu narsa oshgan. Kirim shuncha bo'lgan, chiqim shuncha bo'lgan va sof foydamiz shuncha va nimalardan bu narsa kamayganligini ham ko'ra olamiz. Va shu orqali siz o'zingizni kasseringizni aniq boshqarib tura olasiz. Bu yerda tiyin-tiyingacha to'g'ri ko'rsatadi. Do'stlar, shuning uchun hech kim sizni ushbu hisobotlarda alday olmaydi agar barchasini to'g'ri kiritadigan bo'lsangiz. Bundan tashqari bizda oylar bo'yicha xuddi shu hisobotlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana yanvar oyining boshida 8,5 million pul bo'lgan, yanvar oxirida esa 467 million so'm pul qolyapti. Fevralda shuncha, martda shuncha, aprelda shuncha, kirim chiqimlar shuncha bo'lyapti. Bularni barchasini ko'rib tura olasiz va bu yerda sof foydalarni ko'rish orqali siz qaysi oyda qancha pul yetishingizni ham aniq bilishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu shablonni sozlash bo'yicha, qanday foydalanish bo'yicha, agar savollar bo'lsa, ularga javob berish bo'yicha barchasini bizda Telegram yopiq kanalimizda joylashtirilgan. Ushbu Telegram yopiq kanalimizga qo'shilish uchun pastda shablonimizda narxlar bo'ladi, har xil tariflar bo'ladi, qanday to'lov qilish bo'yicha barcha instruksiyalar bo'ladi. Ularni amalga oshirib ushbu shablonda qo'lga kiritishingiz mumkin. Yoki agar savollaringiz uyg'ongan bo'lsa, mana shu shablon bo'yicha ushbu savollarga shaxsan o'zim javob beraman. Agar pastda tugma bo'ladi, mutaxassis bilan bog'lanish, uni bosib bir ikkita savollarga javob bersangiz, men sizga telefon qilaman va barcha savollaringizga javob berib o'taman. Hozir esa videoni yopib, o'zingizga tegishli bo'lgan tariflarni belgilashingiz mumkin.